Assalamu alaykum, hürmetli anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinov'ның Momamның şifalıq doğruları degan kitabını oquşunu davamlaştırımız. Bugünkü tema piyaz sütü. Piyaz sütü. Çaşның tökülüşü mening bilishimcha odamga unchavala bir qayg'u hasrat, jafo mushaqqat elib kelmaydi. Alam bina bo'lgandan beri chechi tushdan bir narsa bo'lgan odamni hech kim ko'rgani yo'q. Ammo ota-bobolar chaç odamning zinnati degan ekan. Haqiqatanmi boshda chash bo'lmasa, odamning chiroyi shakli satlashib, g'ayri ko'rindi. Biz bu bobda beshida tamoman chechi qolmagan odamlar to'g'riliq emas. Buning o'zi boshqa bir mavzu. Faqat boshdagi odamga sin berib turadigan Çaşның dairlik düşüşü toğrusida hikoya qilmoqchimiz. Chunki bugungi hamma narsa ximiyalashgan atom zamonasida mushundaq kasal paydo bo'lib, kishilarning ko'nglini g'ash qilmoqda. Bu bo'libmi qizlarimizga nisbatan bir cho'ng fojia bo'lib turmoqda. Qaysi bir qiz hamma a'zosi bejirim, kam kuchsiz bo'lishni xolamaydi deysiz. Yarkent shahrida mening Muhammad ismli ko'ngli yaqin og'inam bor. Bir kuni shularning uyida o'ltirib, chash tushish to'g'riliq gap bo'lib qoldi. Birimiz uni, birimiz buni deyishdik. Oxiri gap Muhammadning ayoli Mahinurga keldi. Bir kuni qarasam, deb boshladi Mahinur hikoyasini. Bizning eshik oldiga ushshaq bolalar yig'ilib o'ynaytibdi. Ularning o'yiniga zuhlanib qarab turdim. Bir vaqtda ko'zim beshining u yer, bu yerda chechi yo'q bir balaga tushdi. Ularning orasida hadisi bor ekan. Chaqirdim. "Qizim", dedim uningga. "Uyga berib, opangizga ayting, har kuni osh tomoq etishga piyoz to'g'raganda chiqqan sutni ukingizning avu chechi tushib ketgan yeriga erinmay surkab qo'ysin. Ma'qulmi?" "Ma'qul cho'ng opa, aytaman." O'ynab yurgan bolaning xiyoli bir yerda bo'lmaydi-ku. Men o qiz va'da qilgan bilan baribir unutilib qoldi deb yurdim. Bir kuni ishigimiz oldiga yana bolalar yig'ilib qopti. Ularni ko'rib, heliqi chechi tushib ketgan bola yodimga keldi. Qarasam, umu piltinglab, pongzak o'ynab yuribdi. Uni chaqirib qarasam, bolaning beshidagi taqir yerga g'uchchida qop-qora choch unib chiqqili turibdi. Buni ko'rib, xuddi o'z bolamning beshiga choch chiqqandek xushal bo'lib ketdim. Mahinur, buni o'zingiz bilib etdingizmi yo birsidan anglaganmidingiz? O'ylab hech yodimga keltira olmadim, dedi Mahinur echinib. Birsidan anglagan bo'lsam kerak, piyoz to'g'raganda chiqadigan sutni shirna desimi bo'ladi. Biroq u piyozni ezib chiqargandagi shirniga faqat o'xshamaydi. Sutdek oq. Şuna uni piyoz sütü dedim. Heliqi balaning onasi xeli deti bar ayol o'xshaydi. Mening gapimga ishonibdi. Mahinurning gapi meni ham ajablantirdi, ham qiziqtirdi. Shu aman uni bir sinab beqish istigi tug'ildi. Lekin chechi doirlik tushgan bola odamga uchravermaydi. Shuningdan talay yillar o'tdi. "Kamal", dedi qo'shnilardan biri nadandir kelayotganimda meni chaqirib. "Qarang, bizning kanji qizning chechi u yer bu yerdan tushib, bechorani parakanda qilyotdi. Doktorga borgan edi, dori beribdi. Lekin uning unumi bo'lmayotdi. Shuningga bir narsa deb bersangiz-chu." Yodimga Yarkentlik Mahinurning hikoyasi keldi-da, uni deb berdim. "Bo'ladigan gapgan qo'shna", dedi hiliqi qo'shnam. "Yeydigan ko'ktatning biri ekan, uning nima ziyini bor deysiz? Hozirli berib uydagilarga aytay." Yurtimizda to'y bor edi. Uningga baldirroq beribdiman. Shunga to'rda o'ltirib qoldim. Heliqi qo'shnam keyinroq keldi. Biroq uning ko'zlari meningda edi. Qachonli qaramay, u menga bir narsa deydigandek ko'rinadi. Men uning nima demoqchi bo'lganligini anglag'im kelib, toqatsizlanib ketdim. Biroq uning qizining chechiga qilinadigan chorani deb berganligim yodimdan ko'tarilib ketgan edi. "Kamoliddin, xush xabar", dedi u duodan keyin ho'yliga chiqqanda. "Qarang qo'shna, siz deb bergan kunila qizimning beshiga piyoz sutini surkashni boshladik",
Çaşның tökülüşü toxtab, tushgan çaşның o'rniga yangidan çaş chiqishga boshladi. Deb berginim karga kelganli bo'lsa, albatta bu cho'ng xushalliq. Piyaz qaynatmasida boshni yusimu çaç tushishni to'xtatqili bo'ldiganligi amalda sinalgan ishlarning biri. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizda ko'rishayli. Salomat bo'ling.